ayollar eroziyasiga, erkaklar prostatiti, yallig'lanishiga, oshqozon ichaklari yaralariga, oshqozonda hazmlar buzilganda xulba yog'i zo'r. Bizda surxondaryolik meni shogirdim Oygul bor. Oygul aytadi, Ayzapa onamda surunkali og'riq bilan oshqozon ovqatingizni og'riq bilan o'tar ekan. O'sha oshqozondagi og'riqni yo'qotdi. Ko'ryapsizmi? Nega? Chunki hazm bo'lmagan. O'sha insonni organizmida qiyinchilik bo'lgan, o'sha hazm buzilgan hisobiga yara paydo bo'lavergan. U yarani bora o'sha makit aytdim, xulba yog'ini ichdimi, endi aloyini ham ichsinlar. Aloe vera esa hamma toksinlarni chiqarib surib beradi ichaklardan. Shuning uchun u yaralab bitkazadi. Biz sizga mahsulotlarimiz haqida ma'lumot berib o'tgan holatda telefon raqamlar beramiz. Shu telefon raqamlarga siz murojaat qiling va mahsulotlarimizni oling.